Ben məhəllikimi yoxmuşdular. Meşə saxlab durdım. Çaqanarak bolcuma da şatoyurtı çıkıp qalmış. Maqul. Mana men ketib bormayman, moto ushtirib, jinimchiklanib qo'yatdi. Qo'yta bo'ldi, ha. Voy. Sayliqi tonalab ketgan. İlgi kişiçaq. Tilini chiqarib olgan jodatgan bo'lsa. Yaxshi qo'dingmi, salomatmi? Nega maqam bir yerga chaqchaq ko'tarib qo'ygan? Sizlar jama xo'sh oldingiz, juma. O'zingchi? Voy, bizning motorning chaq teshigi. Voy. Sen bunda opaq tomoqni vaqtimi o'tkazdi. Ha, Feyzon aka. Tunji qitimma tomoq etmaysan ya? 3-qitimmi? 3-qitimmi? Ha. Qaysi vaqtniki bu? Keşning, misal mansab kesh olarmi? Ey, sizlarning xizmatinglar bek jafoliqchimi? Issiq demaysizlar, so'q demaysizlar. Xalqniki bo'lib bo'lmish, hozir qoldirash vaqtlarida shularniki tamoq qo'ygan masalasini bek yaxshi hal qilyapsizlar juma. Rahmat aka. Axir nima juma ukam sizlardan? Rahmat aka. Nima? Mulozimmi? Ma chiroying seni muloyim deb qo'ysam bo'lib ketdi. Biz ham qamashqa nima kelsa yap. Bo'ldi qilay aka. Bo'pti. Ya aka. Ha? Bir ish bo'ptimi? Rasm tusholay demoqchiman? Yo'q aka. Ha? Bizning boshliqqa men motorim teshib ketdi deb. Unda bir evet qo'ya akamda rasm tortib faqat ishonmaydi. Men cho'chirib menga narmukda qoldim ha. Men uchun seyotingni ko'p meshadli men o'rtog'istonda yo'lda rasm tortib qoldim. Voy, aka bo'ldi, bek qiziq yaqin. Men bunda kuchiga erimni juma aka, amal oshyansin. Ha? Chaq tarafni. Men boshqa yoqni tataymi? Yo'q aka. Ma'qul, rahmat aka, juma Ma'qul, avaylab menga. Ma'qul. Ma'qul. Kerak bo'lma, motorning vaqti o'tkazmasin. Ma'qul. Yilibmi qo'ymadi amagoy. Hech kim ko'rmagan bu.